Mana shu uyda bir donagina xona. Shu yerda ham tirikchilik qilishadi, ham yashashadi, ham yotadigan joy, ham ovqatlanadigan joy bitta. Shu bir qopini qanchadan tozalaysizlar? Bir qopini 25 ming so'mdan tozalaymiz. Ro'zg'orimiz, kunimiz o'tib turibdi. Alhamdulillah, shunisiga ham shukr. Oyizlarga ko'p yordam berib turasizmi? Qiyin emasmi? Yo'q. Darslarni qachon qilib olasiz darslaringizni? Kechqurun. Shu ba'zida ovqatsiz qolgan kuninglar ham bo'lganmi? Bo'ladi. Bunaqasi juda ko'p bo'ladi. Erkak ish qiladigan ishi ayol kishi qilib yotibdi. Mana o'zlariga beton qo'yishgan, orzuyimizdagi uy qurmoqchi bo'ldik deyishyapti. Qiyshiq bo'lsa ham harakat qilishgan. Ko'ryapsizlarmi?